Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma robbana alimna ma yanfa'una va anfa'na ma 'allamtana va zidna ilma. Muxtasarul Quduriydan darslarimizni davom ettiramiz. Tahoratni sunnatlariga keldik. Demak, tahoratni sunnatlari. O'zi sunan deb keladi. Sunan bu sunnatni jami. O'zi lug'atda sunnat yo'l degani. U rozi bo'linadigan yo'l bo'lsin, rozi bo'linmaydigan yo'l bo'lsin. Ya'ni yaxshilikka olib boradigan, yomonlikka farqi yo'q. Yo'lga aytiladi. Shariatda esa Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ahyon-ahyonda tark qilib, doimiy qolgan vaqtda doimiy qilgan amalga nima deyiladi? Sunnat deyiladi. Tushunayapmi? Bu yerdagi sunanut tahara deyilyapti. At-taharadagi alif lam bu ahd uchun deyiladi. Ya'ni ahd uchun degani boya tepada o'tgan, oldingi darsda o'tgan boya tahorat kitobi, tahoratni farzlari deyildik, ana o'shanga qaytadi demoqchi. O'sha mazkur tepada tahorat mazkur tepada zikr qilingan o'sha nima tahorat demoqchilar. Tushunayapmi? Xo'p. Endi farzdan keyin sunnat keyin keltirildi. E'tibor bering. Farzdan keyin darrov nima keltirilyapti? Sunnat keltirilyapti. Vojib bo'lib, ya'ni farzdan keyin vojib bor, lekin to'g'ridan-to'g'ri bu kishi sunnatni keltiryaptilar. Shuni ifodalaydiki, tahoratda vojib yo'qligini ifodalaydi. Agar vojib bo'lgan deydi, albatta sunnatdan oldin, farzdan keyin vojibni keltirardilar-da. Tushunayapmi? Shuning uchun ko'pgina ulamolar aytadilar, tahoratda vojib yo'q deydilar. Balki faqat farz va sunnat bor. Boyaga ko'pchilik endi yo'q, mana falon narsalar, ya'ni masalan ko'zni yonlariga suv kirgizishlik, boyaga quloqni oldi bakumlarga suv yetkazishlik vojib deyshadi-da. Yo'q, ulamolar aytadilarki, u vojib emas, farz. Tushunayapmi? Endi sunnat nima ekan? G'oslul yadayn salasan, 3 marta qo'lni yuvishlik. Rusg'igacha. Rusg degani o'sha qo'lni, kafni bilakka nima qiladigan, o'laydigan o'sha bo'rtib chiqqan suyak. Nega rusg'gacha deyilyapti desa, chunki mana shu, ya'ni tanzif, ya'ni poklashlik nima bilan bo'ladi? Qo'l bilan yuvamizda boshqa a'zolarni. Qo'lni qayergacha yuvamiz? Ya'ni qo'lni qayeri bilan yuvamiz boshqa a'zolarimizni? Ya'ni shu kafni rusg'igacha joyini yuvamiz. Shuning uchun ham boshida 3 marta yuvishimiz kerak. Qo'l toza bo'lsa, keyin qolgan a'zolar toza bo'ladi. Va yana qabla idxolihimal ina, ana e'tibor beramiz. Bu ya'ni idishga kirishdan oldin, bu qayd ittifoqiy qayd, ya'ni ehtiroziy qayd emas. Ya'ni shart emas. Tushunayapmi? Ya'ni idishga kirishdan oldin deyilyapti. Bu qaydi ittifoqiy dedik. Agar nima bo'lsa, bu qayd shartiya bo'lsa yoki ehtiroziy bo'lsa, agar boyaga idishga kirishga muhtoj bo'linmasa ham, ya'ni yuvishlik nima bo'laverardi? Sunnat bo'lishi kerak bo'laverardi-da. Endi bu lafzlar va yana undan keyin izastay qazal mutavajjih min nawmihi deb keltiriladi. Bu odatda ana o'sha hadis bor, ana o'sha hadisni lafziga muvofiq bo'lishlik uchun bu zot, ya'ni Imom Quduriy keltirganlar. Aslida bular ya'ni bir qayd uchun emas, ya'ni oldinlari endi boyaga katta idish bo'lgan, qo'lni qo'l bilan olib tahorat qilingan edi katta idishdan. Shuning uchun ham katta idishga qo'lingizni tiqishdan oldin nima? Uni qo'lni birinchi yuvib oling degan narsa bo'lganda endi hadislarda. Shuning uchun ham bu o'sha hadisga nima tobian, ittiboan keltirilyapti. Aslida bu bir qayd emas, chunki ya'ni boshqa holatda, ya'ni bir idishga kirgizish, hozir masalan idishdan nima yuvilmaydi, masalan nimalardan, jumraklardan yuviladi. Unday holatda ham nima bo'lishi mumkin edi, bu qayd sifatida ko'rilishi kerak bo'lardi. Shuncha bu qayd emas, shunchaki keltirilyapti. Ittifoqiy qayd deyiladi buni. Agar mana mutavazzi tahorat qiluvchi uyqusidan uyg'onsa deyiladi. Bu ham xuddi shunday. Bu ham ya'ni qayda ittifoqiy bu. Muxtor qavlga ko'ra, nega desa, chunki faqatgina uyqudan uyg'onib tahorat qiluvchi kishiga sunnat emas-da bu. Ya'ni agar buni qayd ehtiroziy deydigan bo'lsak, faqatgina uyqusidan turib tahorat qilmoqchi bo'lgan kishi qo'lini yuvadi, bo'lmasa yuvmaydi. Boshqa, ya'ni uxlamagan odam tahorat qilmoqchi bo'lsa, qo'lini yuvmaydi degan narsa kelib chiqadi-da. Shuning uchun ittifoqiy degani shu, ya'ni u nima emas, ya'ni aynan shart emas. Shunchaki nima keltirilyapti, boyagidek aytganimdek, hadisga ergashib keltirilyapti.
Alloma Qosim ibn Qutlug'o tasihlarida aytadilarki, asar shuki, bu mutlaq sunnat bo'lar. Tushunayapmi? Xo'p, Javohiriddin Nayrida va Javohirda ham deyishadi ba'zi nusxalarda. Va hada shartun va qo ittifaqan, mana bu ittifoqiy shart dedilar. Nega? Chunki agar uyg'onmagan bo'lsa va tahorat qilmoqchi bo'lsa, baribir o'sha ikki qo'lni yuvishlik sunnatda. Bo'lmasa, agar ehtiroziy deydigan bo'lsak, sunnat bo'lmasligi kerak edi. Xo'p, Imom Najmul Aymma keltiradilar. Muhitda, Tuhfada va barcha o'sha Buxoro imomlari bu mutlaq sunnat, ya'ni mutlaq sunnat degani uyqusidan uyg'ongan kishi uchun ham, uyg'onmagan kishi uchun ham hamma uchun sunnat deb aytilgan. Bu yerda Imom Maydoniy Najmul Aymma deyaptilar. Najmul Aymma o'zi ikki kishi nazarda tutiladi. Biri Imom Qozixonni shogirdlari bo'lsa, biri Imom Qazviniyni, Faxriddin Qazviniyni ustozlari ham nazarda tutilgan deyishadi. Xo'p, tushunarlimi? Endi va yana Fathul Qodirda aytiladiki, huval avlo, mana shu avloroq. Nega? Chunki kim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tahoratlarini hikoya qilgan bo'lsa, qoddamahu, uni oldin keltirganda, ya'ni qo'lni yuvishni, ya'ni idishga kirishdan oldin keltirgan. Xo'p, demak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning odatlari, doimiy qilgan ishlari nazarda hikoya qilinadi odatda. Bu faqat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni, ya'ni uyqudan turgandagi tahoratlariga xos emas bu. Tushunarlimi? Ya'ni faqat uyqudan turganlarida nima xos emas, balki doimiy nimalari, doimiy tahorat qilishlari, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qo'llarini yuvishlarida deb yana shuni ta'kidlayaptilar. Ibn Hom. Balki zohir shuki, sahobiylar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tahoratlaridan qachon xabardor bo'ladilar? Odatda uyqudan uyg'onish paytida emasda, ya'ni chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uylarida odatda uxlashadilar, ya'ni uyqudan turganlarini odatda sahobalar ko'rishmaganda ichkarida qanday tahorat qilishlari. Shuning uchun ham odatda boshqa joyda tashqarida qilgan tahoratlaridan xabardor bo'ladilar-da sahobiylar. Tushunayapmi? Endi aytadilarki, to'g'ri, agar uyqudan uyg'onish paytida najosat, ya'ni qo'limda najosat bor, ya'ni tabiiyki qo'l uyquda qayerlarga tegmaydi, ana shunaqa desa, bu tabiiyki sunnatligi yanada ta'kidlanadi deydilar. Demak, shunga keyingisi tahoratni boshida tasmiya aytishlik, Alloh taoloni zikrini aytishlik. Salaf solihlardan, ya'ni qaysi lafz, ya'ni bismillohni qaysi lafz aytiladi? Ana o'sha naql qilinganki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bismillahil azim valhamdulillah ala dinil islom deganliklari naql qilinadi salaflardan. Tushunarlimi? Xo'p, bir qiyilda afzali mana bunaqa aytishlik. Bismillahir rohmanir rohim deyishlik, ta'avuzdan keyin. Ya'ni birinchi ta'avuz aytiladi, keyin bismillah aytiladi. Endi mushtaboda esa ikkovini jamlasin yaxshi. Mana bu bismillahil azim valhamdulillah ala dinil islom, bismillahir rohmanir rohim ikkovini ham ta'avuz bilan jamlasin deyiladi. Muhitda esa la ilaha illalloh yoki alhamdulillah yoki ashhadu an la ilaha illalloh desa ham o'sha sunnatni qilgan bo'ladi deydilar. Nega? Chunki bu ana o'sha yusammi lafzi keladi, odatda yusammi lafzi keladi hadislarda. Bu biz aytgan tepadagi alhamduni ham, ashhadu an la ilaha illallohni ham, la ilaha illallohni ham hammasini o'z ichiga oladi. Tashihda Qutlug'o aytadilarki, hidoyada keltiriladi. Asah qawl shuki, bu mustahab. Ya'ni bismillah aytishlik mustahab deb keltiradilar Imom Burxondan Marg'iloniy. Endi istinjodan oldin ham, keyin ham, ya'ni istinjodan oldin ham bismillohni aytadi, keyin ham aytadi. Mana shu to'g'riroq sunnat. Nega desa, chunki istinjo ham o'zi poklanishda. Shuning uchun istinjodan oldin ham, keyin ham aytadi. Faqat ya'ni hali avrat ochilmasdan turib aytish kerak-da. Tushundik? Ya'ni najosat chiqish payti emas, boshqa emas, ya'ni yuvilish payti aytish kerak. Keyingisi misvoq qilishlik, ya'ni mazmaza qilayotgan paytda misvoq qilishlik. Tushunarlimi? Bir qiyla aytiladiki, nimadan oldin, ya'ni mazmazadan oldin qilinadi, tahoratdan oldin qilinadi deyiladi.
Endi bizni mazhabda bu tahoratni sunnat hisoblanadi. E'tibor bering, tahoratni sunnat hisoblanadi misvok. Illo agar nima bo'ladigan bo'lsa, ya'ni unutadigan bo'lsa, tahorat payti mustahab bo'ladi. Mayli namoz payti ham, namoz uchun ham nima qilsin? Misvok qilsin. Tasihda Ibn Qutb aytadilarki, Hidoyada va Mushkilot kitobida keltiriladiki, sahih gap shuki, bu misvok qilishlik mustahab deydilar. Ya'ni endi keyingisi sunnat amal mazmaza qilish, og'izni 3 marta 3 ta suv bilan va burunni istinshoq qilishlik, bu ham xuddi 3 marta suv bilan. Agar bir hovuch bilan 3 marta nima qilsa, mazmaza qilsa, bu sunnatni qilgan bo'lmaydi deydilar. Jalniya Imom Sayrofiy aytadilarki, yo'q, sunnatni qilgan bo'ladi deydilar. Imom Sayrofiy aytadilar. Endi ulamolar o'zi bir hovuch bilan 3 marta istinshoq qilishda ixtilof qilishdi. Bir qiyda aytiladiki, yo sunnatni qilgan bo'ladi, lekin mazmaza bajarilmagan bo'ladi. Ya'ni mazmazada agar unday qilsa, ya'ni mazmazada bir hovuch bilan 3 marta suv olsa, bu nima bo'lmaydi, sunnatni qilgan bo'lmaydi deydilar. Nega? Chunki istinshoqda, ya'ni burunga suv olishlikda ba'zi boyaga moy mustamal burunga tortamiz-ku, ana o'sha baribir nimaga kafga yana qaytadi-da. Mazmazada esa qaytmaydi. Tushunayapmi? Nega qaytmaydi? Chunki mazmazada, ya'ni og'izga bemalol hovuchni suvini olish mumkin, lekin burunga hammasini ola olmaydi, baribir qaytadi burundan. Tortadi, lekin baribir qaytadi. Shuning uchun. Xo'p. Tushundik? Demak, nimada istinshoqda sunnatni qila olmaydi. Ya'ni agar bir hovuchdan burniga 3 marta olsa, bu sunnat bajarilmagan bo'ladi. Lekin nimada mazmazada esa og'izga suv olishlikda o'tadi demoqchilar. Tushundingmi? Chunki moy mustamal qaytadi, yana ikkinchi marta o'shani tortgan bo'ladi-da, deydilar. Moy mustamalni nima qilishi, ishlatishi joiz emas deydilar. Hop, keyingisi quloqlarga mas tortishlik. Bu ham o'sha bizni mazhabda boshni suvi bilan, ya'ni boshga mas tortadi-ku, ana o'shani suvi bilan mas tortishlik sunnat hisoblanadi. Yangi suv bilan mas. Barcha hidoya sharhlarida, inoyada shunday keltirilgan. Halabada ham, Totirxoniyda ham, Sharh Majmuada ham, Sharh Durarda ham, Shayx Ismoilning Sharh Durarlarida ham, boshqa barcha matnlarda ham bimai rosi deb aynan qaytlab keltirilishligi ham bimai ros deyiladi-da, ya'ni quloqqa boshni suv bilan mas tortish deb keltirilishi ham aynan buni quloqqa bosh bilan, ya'ni hukmi bitta. Boshdan qolgan suv bilan nima mas tortish kerak degan narsa kelib chiqadi. Fatul Qodirda aytadilarki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rivoyat qilingan va hadis bor. Akhazali uzunayhi ma'an jadidan degan hadis borda. Imom Hokim Mustadraklarida keltiradilar buni. Imom Bayhaqiylar sunanlarida keltiradilar. Demak, buni nimaga haml qilamiz? Nega? Chunki quloqni boyaga ho'llashdan oldin qurib qolgan bo'ladi-da. Ya'ni masalan, qo'liga boyaga boshga mas tortishda suv olgan, suv olib boshga mas tortdi, endi qulog'iga mas tortaman deguncha nima qildi? Uni qurib qoldi qo'li. Ana o'shanda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yangi suv olganlar. Agar boshga mas tortganda qo'lni ho'lliga turaversa, boyaga alohida barmoqlar bor-ku, endi qulog'ini mas tortish turadigan bo'lsa, bu yangi suv olmaydi demoqchilar. Nega? Chunki muvofiqlashtirishimiz shunday bo'ladi-da endi. Chunki shunday desakgina nima bo'ladi? Tepadagi narsa bilan mana shu muvofiqlashadi. Agar endi boyagi qo'ldagi ho'llik bo'lmasa, majbur nima qiladi? Yangi suv oladi-da. Tushunaymi? Xuddi bu bitta a'zoda nima bo'lgandek, xuddi bitta a'zoda suv nima bo'lmasa, boyagi masalan mas bo'lmasa nima qiladi? Yangi suv oladi, xuddi shunday. Xo'p. Endi shuni bildingizmi? Endi sizga zohir bo'ladiki, Imom Aloiy Durrul Muxtorda, Imom Shurunbuloli va Nahrul Foyiq va Bahrul Royiq sohiblari xulosaga ergashib va mullo miskinlar ham aytganlarki,
annahu law akhadha al-uznayn ma'an jadidan fa huwa hasan. Ana agar quloqiga yangi suv oladigan bo'lsa bu yaxshi. Lekin bu gaplar, ya'ni bu ularning gaplari mashhur rivoyatga zid aslida. Ashab mutun yurgan va mazhabni naqli uchun yozilgan sharhlarda keltirilgan gapga xilofda bu. Tushunayapmi? Chunki unda nima? O'sha boshdan qolgan suv, yangi suv bilan emas. U faqatgina nima? Qolmay qolsa, ya'ni qurib qolsa keyingina yangi suv olingan. Ular nima deyishdi? Yangi suv olish yaxshi, hasan deyishdi. Bu zid demoqchilar. Durul Muxtorni hoshiyalarida keladi mana shu, ya'ni Imom Tahtoviyning nimalarida keltiriladi. Tushunarli, ya'ni Ibn Obidin nazar tutilyapti Rodul Muxtorda. Shayximiz deyaptilar. Mashhur Rodul Muxtorda keltiriladi buni batafsiloti demoqchilar. Keyingisi sunnat amal soqolga tahlil qilishlik. Soqolni tahlil qilishlik. Bir qilda Imom Abu Yusuf buni sunnat derkanlar. Imom Abu Hanifa Muhammad esa joiz derkanlar. Nega desa, chunki o'zi tahoratdagi sunnat nima desa, farzni o'z mahallida mukammal qilish. Ya'ni farz o'rni ana o'shani mukammal qilishlik uchun bo'ladigan bo'lsa, bu sunnat deyiladi. Bo'lmasa sunnat emas. Endi e'tibor beramiz. Bu tahlil va daxilu laysa bi mahallihi. Ana bilamizki, soqolni ichi, ya'ni qalin bo'lsa, uni soqolni ichini yuvishlik nima emas? Farz emasmi? Demak, bu farz o'rni emas. Ya'ni bu nima? Tahlil ichi bo'ladi-ku, endi soqolni ichi bo'ladi. Soqolni ichini yuvish farz emas. Shuning uchun ham bu nima emas? Sunnat emas. Chunki sunnatga nima deydilar? Sunnat degani farzni o'z o'rnida, ya'ni farzni o'rnida nima qilishlik, mukammal qilishlik uchun qilinadigan amal bu nima? Bu sunnat deydilar. Demak, shunday ekan bu sunnat emas deydilar Imom Abu Hanifa va Imom Muhammadlar. Tushunayapmi? Mustahab ham deyishadi. Xo'p. Endi Ibn Qutlubag'o tasihda aytadilarki, soqolni tahlil qilishlik bu Imom Abu Yusufning qavllari, Mabsut ham mana shuni nima qilingan, tarjih qilingan, ya'ni sunnatligi tarjih qilingan. Keyingi sunnat amal barmoqlarga ham tahlil qilishlik. Chunki bu ham nima hisoblanadi? Barmoqlarni yuvishlik, qo'lni yuvishlik nima? Qo'l oyoqni yuvishlik farz. Demak, farzni o'z o'rnida nima? Mukammal qilishlik bor. Demak, bu sunnat. Bu qachon endi agar suv tahlilsiz, e'tibor beraylik, tahlilsiz ham yetadigan bo'lsa. Tushunarlimi? Suv agar qo'l va oyoq barmoqlariga tahlil qilmasak ham agar yetadigan bo'lsa, nima bo'lar ekan? Sunnat bo'lar ekan. Agar yetmaydigan bo'lsa farz bo'ladi. Chunki yetkazish farz-ku suvni. Tushunarli? Endi tahlilni ko'rinishi borasida ham ba'zi nimalar bor. Masalan, qo'lni bir-biriga kirgizib yoki teskari bir-biriga kirgizish ham deganlar bor va endi oyoqniki esa chap qo'lni kichkina jimjiloq barmog'i bilan o'sha bir chekkadan oyoqni tagidan nima qilish, oyoq barmoqlarini ichiga kirgizish ana o'sha orqali tahlil qilinadi deyshadi. Keyingi sunnat amal g'usulni yuvishlikni 3 martagacha takrorlashlik. Barcha o'sha yuviladigan a'zolarni mustavayib holatda, ya'ni to'liq qamragan holatda, ya'ni biron joyi qolmagan holatda 3 martagacha yuvishlik. Agar qalbi xotirjam bo'lish uchun suv yetmadi, qalbi xotirjam bo'lish uchun qiladigan bo'lsa, bu zarari yo'q. Tushunayapmi? Endi bu yerda Imom Maydoniy mustavayib deydilar, ya'ni g'oslil mustavayib, ya'ni qamrab oluvchi yuvishlik deydilar. Chunki agar qamrab olmaydigan bo'lsa, har bir safar bu 3 martani, ya'ni sunnatni qilgan bo'lmaydi. Ya'ni e'tibor beramiz. Mana bir marta qo'lini yuvdi deylik tirsagicha. To'liq yuvsa, to'liq hech joyi qolmasdan yuvsa, ana o'sha bir marta yuvgan bo'ladi. Ikkinchi marta xuddi shunday yuvish kerak, uchinchi marta xuddi shunday yuvish kerak. Mana shunda 3 marta sunnatni qilgan bo'ladi. Ba'zilar nima qiladi? Shunday oladi, birinchisida yarmini yuvadi, ikkinchisida qolgan yarmini yuvadi, keyin nima qiladi? Uchinchisida to'liq qiladi. Bu bir martaga o'tadi, 3 martaga o'tmaydi. Tushunayapmi? Endi a'zoil mag'sula dedilar, ya'ni yuviladigan a'zolar dedilar. Shunaqa qaydladim deyaptilar Imom Maydoniy. Nega? Chunki mas tortiladigan
a'zo u bir marta yuviladi, u takror bo'lmaydi emas. Tushunarlimi? Endi tahoratni mustahablari. Yustahabu lil mutawaddi, demak tahorat qiluvchiga mustahab hisoblanadi. O'zi mustahab nima degani? Lug'atda bir mahbub narsa, ya'ni yaxshi narsa, yaxshi ko'rilgan narsa. Shariatda esa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir marta qilib boshqa safar tark qilgan ekan. Ya'ni qancha qilgan bo'lsa shuncha odatda tark ham bo'lgan. Sunnat esa ko'proq nima bo'lgan? Ko'proq qilinganga sunnat deyiladi. Endi tark ham, qilish ham deyarli teng bo'lgan holatlar bu mustahab bo'ladi. Mandub esa bir marta, ikki marta Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qilganliklari. Odatda ko'proq qilmaganlar, bir ikki marta qilganlar. Bir qiyla aytiladiki, yo'q, mustahab bilan mandub teng deyiladi. Usul ulamolar ham shunday deyshadi. Tahrirda Ibn Humom aytadilarki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muvozabat qilmagan, ya'ni doimiy qilmaganlari bu mandub bo'ladi. Va mustahab esa Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unga rag'bat qilganlardan keyin qilmay qo'ysalar, nima bo'ladi? Mustahab bo'ladi. Endi bu zot nazdida mandub va mustahab bir deyaptilar. Garchi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam rag'bat qilib, ya'ni qiziqib qilgandan keyin tark qilsalar ham bu nima bo'lar ekan? Mandub, mustahab bo'lar ekan. Ibn Humom nazdida, demak, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha muvozabat qilmagan, ya'ni doimiy qilmagani ham mustahab, mandub deyaptilar. Ya'ni bitta narsa bular nazdida. Shunday, mandubun va mustahabbun. Garchi va illam yafalhu ba'dama rag'aba fi, garchi rag'bat qilgandan keyin, qiziqqanlardan keyin tark qilsalar ham bu nima bo'lar ekan? Mandub, mustahab bo'lar ekan. Xo'p, demak, mustahab nima ekan? Ayyaniyat tahorat. Tahoratni boshida tahoratni niyat qilish kerak. Qalbida tahorat pok bo'lishligini, namoz o'qishligini, ibodatni niyat qilish kerak. Va yana tahoratni tartibli qilish kerak. Tartib bilan. Qanaqa desa, Qur'oni Karimda Alloh taolo qaysi tartibda aytdi? Moida surasi 6-da. Ana o'sha tartibda. Nima bilan tugatgan bo'lsa Alloh taolo, nima ham tahorat qiluvchi ham o'sha bilan tugatish kerak. Ya'ni birinchi yuzlaringizni deydi Alloh taolo, keyin qo'llaringizni, keyin boshlaringizga mas tortinglar, keyin oyoqlaringizni deydi Alloh. Shu tartib bo'lishi kerak. Tasihda Qutlubog' aytadilarki, Najmul Aimma boya aytdik, bu zotni sharhlarda keltiradilar. Xo'p, Muhaytda va Tuhfada mana shu 3 tani. Shu 3 tani degani tahoratni niyat qilishlik va yana tartib va boshqa ham to'liq mas qoldi. Shu bir marta to'liq mas tortish ham nima edi? Mustahab edi. Mana shu uchovini sunnatlardan zikr qilganlar. Mana shunisi to'g'ri, ya'ni bu sunnat ekanligi to'g'riroq deb keltiradilar. Shunga demak, birinchisi niyat, ikkinchisi boshqa to'liq bir marta nima qilishlik, mas tortishlik va keyingisi tartib bilan qilishlik. Alloh taolo Qur'onda qaysi tartib bilan aytdi? Ana shu tartibga rioya qilishlik nima? Sunnat deyilgan ekan. Fathul Qodirda aytadilarki, Imom Quduriyni rivoyatda ham, diroyatda ham hech qanday sanadlari yo'q. Nimada sanadlari yo'q? Niyatni, boyagi masni, bir marta masni va yana tartibni mustahab qilishlikka hech qanday sanad dalillari yo'q. Tushunarli? Imom Quduriy nega niyatni yoki to'liq mas tortishni va tartibni mustahab ekanliklariga na rivoyatda, na rivoyatda dalillari yo'q. Sunnatdan boshqa dalil yo'q-da. Tushunarlimi? Ammo rivoyatga keladigan bo'lsak, endi mashoyixlarimiz naslari, ya'ni naslari degani qavllari, uni sunnat ekanligi borasida mutadofira degani juda ham ko'p. Shuning uchun ham musannifga shu 3 ta narsada nima qilganlar? Xilof qilganlar. Tushunarlimi? Shuning uchun ham musannif deb Ibn Humom kimni aytadilar? Tabiiyki Ibn Humom Burhonul Marg'inoni aytadilar. Shuning uchun ham bilamizki, boya aytdim, boshida darslarimizda boshida aytdik, Burhonul Marg'inoni nima qilganlar? Hidoyada ana o'sha Muxtasar Quduriy bilan joy-joy sharhlaganlarda. Shuning uchun ham Burhonul Marg'inoni nima qildilar? Shu 3 ta narsada Imom Quduriyga xilof qildilar. Imom Quduriy mustahab desalar, Burhonul Marg'inoni esa hidoyada mustahab, sunnat dedilar. Va buni sunniyatlikga, ya'ni sunnat deb hukm qildilar. Biqavlihi, quyidagi so'z bilan. Fa niyatu fil wudu sunnatun ana. Burhonul Marg'inoni niyat tahoratda sunnatdir dedilar. Va nahvu fil
xiroyin va oxirgi ikkovi ham, ya'ni boyagi boshqa to'lamas tortish va tartib ham nima sunnat dedilar. Ammo diroyatga keladigan bo'lsak, inshaalloh zikr qilamiz dedilar Ibn Humom. Bu Fathul Qodirda davomida zikr qilinadi. Va bir qiyilda aytiladiki, bu yerda Imom Quduriy bu sunnat amalni qilishlik mustahab deganlar. Ya'ni asli bu sunnatu, lekin bularni qilishlik yaxshi amal. Tushunarlimi? Ya'ni Imom Quduriy bu yerda mustahab deganda uni sunnatligini inkor qilmoqchi emaslar, balki u sunnat bu. Bu sunnat amallarni qilish yaxshi demoqchilar. Nega? Chunki xilofdan chiqish bor. Xilofdan chiqish, chunki ulamolarning orasida xilof bor. Masalan, ba'zilar farz deydi. Masalan, bilamizki, boshqa to'lamas tortishlik Imom Malikda farz, to'g'rimi? Va Imom Shofiy tartibni va yana niyatni nima deydilar? Farz deydilar. Demak, mana shunday qilishlik xilofdan chiqish bor. Chunki xilofdan chiqishlik mustahabda, tushunarlimi? Mustahab hisoblanadi. Chunki ulamolar imkon qadar mujtahidlarning xilofdan chiqishlik mustahab hisoblanadi deb keltiradilar. Ibn Humom va to'lig'i ham ana o'sha Fathul Qodirda deb aytyaptilar Imom Maydoniy. Keyingisi, oxirgisi o'ngdan boshlashlik. Bu fazilada. Fazilat degani mustahab deydilar. Hidoyada va Javharada bu mustahab deyiladi. Allohu a'lam bis-savob.